Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Mana keyingi zakazlarimiz Jalaquduq tumaniga olib keldik. Ikkita 2 qanotli, bitta 1 qanotli 3 ta eshik olib keldik. Olib kelib o'rnatib berdik. Mana kvadratini 700 ming so'mdan o'rnatib bo'ldik. Unda xolasa, bu akamiz uni 2-etajga qo'ydik. Gipsa kartonlarda ko'p bo'lgan ekan. Nashinglarda addirkadan keyin qo'yib berasizlar dedi. Bo'p dedik. Nashni atrof nashnilarni keyin qo'yib beramiz. Mana bu yerda 1 qanotli eshigimiz. Ko'rib turganlar penalar qatirib bo'ldik. Uni ochilib yopilishlari duppillab juda ham chiroyli holatda ochilib yopiladi. Zamonlarimiz ham chiroyli yaxshi zamonlardan qo'yganmiz. O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatish yo'q, bu dastlabkasi ichida, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish istalabkasi ichida bo'lyapti. Bemalol telefon qila olasizlar. Hatto kamchiliklar bo'lsa, ancha-muncha ijolatchilik yeri yo'q. Bu yerda yana bitta eshigimiz bor, 2 qanotlik. Juda chiroyli chiqdi. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 93lik 075 87 64. 50 xizmatidamiz. El qatori mana sizlarga ham xizmat ko'rsatib, olib borib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Mana yoqqan bo'lsa, bitta like, podpiska bosib qo'yamiz, kanalimiz keyinroq tarqalish uchun. Hatto kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab boraman. Ancha-muncha adashib ketamiz. Endi bloger emasman. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.